Assalomu alaykum. Odamlarga hayron qolasan-da. Bitta odamning ustidan qancha gapiradi. Misolda bitta odamni o'rganish uchun qancha vaqt ketadi. Odamlar hech qachon shaytonning gapiga kirib bitta odamni yomon demaslik kerak. Uni yaqindan yaxshi o'rganib, u odamning qandayligini, qanday emasligini bilmaysiz, lekin birovning gapiga kirib yomonlamaslik kerak. Uni yaqindan o'rgansangiz, yaqin ichiga kirsangiz, u odam yaxshi odam. Hech qachon Xudoyim yomon odam yaratmagan. Odamga imkoniyat bergan, xohish bergan, ya bu dunyo ya dunyo. Hech qachon bir odamning ustidan noto'g'ri fikrlamang. Yaqindan o'rgansangiz, u odamni yaxshi odam, hech qachon yomon odam bo'lmaydi.